O'zimni undaman. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha qo'limdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilaman. O'zi hammasi qachon boshlandi? 2025-yilda davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha ko'p marta muhokama bo'ldi parlamentda, ya'ni Oliy Majlisda, Senatda ham, Qonunchilik palatasida ham. Komissiya tuzildi, bu bir muammolar bilan hal qildi, lekin mana shu umuman jarayonda ketishida qonun loyihasi qaytarildi. Senatorlar pozitsiyasi bo'yicha yakuniy nimada bu qonun xodimlar huquqlarini himoya qiladi degan to'xtamga kelgandi. Bu haqda internetda ham, portallarda xabarlar ko'rish mumkin. Lekin Vazirlar Mahkamasining 796-sonli qarori sal boshqacharoq chiqib qoldi. Ular Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan jami staji 10 oy bo'lmagan xodimlarga homiladorlik va tug'ish nafaqasi, ya'ni dekret pulini bermaydigan bo'ldi. Mana shu pozitsiyada hamma aytibdi, meni stajim 10 oydan kam, nima qilamiz, qayerga boramiz. Birinchi narsa aniq, davlat ijtimoiy sug'urtasi bermaydi. Ikkinchi narsa, ish beruvchi berish kerak degan pozitsiyadaman men. Mehnat kodeksini, misol uchun 404-moddasiga qaraydigan bo'lsak, o'zi uzviy taqqoslov 405 bilan bo'lish kerak-da. Mehnat kodeksini. Nimaga? Mehnat kodeksining 405-moddasida bola parvarish nafaqa masalasini to'liq Vazirlar Mahkamasiga berib qo'yayotgan bo'lsa, mana birinchi qismini o'qib beraman hozir. Homiladorlik va tug'ish ta'tili tugagandan keyin ayolning xohishiga ko'ra unga bolasi 2 yoshga to'lguniga qadar bolani parvarish ta'tili berilib, bu davr uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan tartibda nafaqa to'lanadi. Endi 404-modda, ya'ni homiladorlik va tug'ish ta'tili va nafaqasi haqidagi gaplarga. 404-modda homiladorlik va tug'ish ta'tili. Ayolga tug'ruqgacha 70 kalendar kun hamda tug'ruqdan keyin 56 kalendar kun qavsida tug'ish qiyin kechgan yoxud 2 yoki undan ortiq bola tug'ilgan taqdirda 70 kalendar kun homiladorlik va tug'ish ta'tili berilib, qonunchilikda belgilangan, lekin o'rtacha oylik ish haqining 75% dan kam bo'lmagan miqdorda nafaqa to'lanadi. 405-modda bilan 404-moddani farqi shunda. 405-moddada aytibdi, aniq yakuniy xulosaga kelibdi, qonun chiqaruvchi bola parvarish nafaqasini hukumat belgilaydi. Mehnat kodeksi, ya'ni qonun darajasida belgilanmaydi debdi. Tushunishlaringiz uchun O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar to'g'risida qonun bor. Qonun hujjatlari boshqa, qonunchilik boshqa-da. Qonun hujjatlariga faqat kodeks, qonunlar, konstitutsiya kiradigan bo'lsa, endi qonunchilik hujjatlariga Vazirlar Mahkamasining qarorlari, prezident farmon qarorlari, hokimlarning qarorlari, vazirliklar nimalari, ular normativ huquq hujjat sifatida qonunchilik hujjatining tarkibini beradi. 405-modda Vazirlar Mahkamasi, ya'ni hukumatga to'liq vakolatni beryapti bola parvarish nafaqasini to'lashda. Lekin 404-moddada qonun chiqarish qat'iy pozitsiyada. Ular aniq ajratib qo'yibdi va lekin bilan ajratyapti buni. Qonunchilikda belgilangan tartibda nafaqa to'lanadi, lekin 75% dan kam bo'lishi mumkin emas degan pozitsiyada. Endi nima uchun Vazirlar Mahkamasining 796-son qarori diskriminatsion yoki bo'lmasa qonunga zid deb hisoblayman. Qonunga zidligini sababi kodeksda ko'rsatilyapti. Endi qonunga zidligini zid degan pozitsiya nimaga asoslanib kelyapti? 1070 qisqa raqam orqali Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan yuborilgan SMS xabarlarda homiladorlik va tug'ish nafaqasi faqat Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan to'lab beriladigan SMS xabar. Bu mutlaq noto'g'ri.
bunaqa pozitsiyada. Chunki hech bir qonun, Vazirlar Mahkamasining qarori faqat degan, ya'ni cheklovchi vakolatni yoki bo'lmasa nimani bermagan ularga. Ya o'zida ham yozilgan, xohlasa ichki hujjat bilan qo'shimcha to'lovlar berishi mumkin degan pozitsiya. Lekin 10 oydan kam bo'lganlarga bermaslik pozitsiyasi qonunlarda ko'rsatilmagan. Endi men bu bilan ijtimoiy himoya milliy agentligini davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi bu majburiyatni olish kerak degan pozitsiyada emasman. Lekin ish beruvchida bu majburiyat qolgan deb hisoblayman. Ya'ni staji 10 oydan kam bo'lgan xodimlarga homiladorlik va tug'ish nafaqasini to'lash. Ikkinchi masala nimaga diskriminatsion? Xodimlarni mana 404-moddada aytibdi, lekin 75% dan kam bo'lmasligi kerak. Va mana staj koeffitsiyentlar o'zgarib ketdi hozir. Avval uzluksiz staji 10 oy bo'lgan, 1 yil bo'lganda 100% olinardi. 1 yil bo'lmasa unaqa qilmasdi. Lekin hozir o'zgardi. 10 oydan 24 oygacha bo'ladigan bo'lsa 75%, undan 5 yilgacha bo'ladigan bo'lsa 85%, 61 oydan oshadigan bo'lsa 100% oladigan bo'lyapti. Mana shu holatda, mana kodeksni qoidasi ishlayapti, 75% dan kamaytira olmadi. Lekin bu yana aytaman, 404-modda bo'yicha 10 oydan staj kamlarga davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi to'lab beradi degan fikrda emasman, lekin majburiyat ish beruvchida qoladi degan pozitsiyadaman. Bundan oldin bormidi davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi? Ha, bor edi. Vazirlar Mahkamasining 515-son qarori bo'lgan. Unda bir nechta nimalar tartib qilgan. Asosiy point xususiy tashkilotda ishlaydigan ayol xodimlarni homiladorlik va tug'ish nafaqasini ma'lum miqdori, lekin minimal iste'mol xarajatlarining 4 barobardan ko'p bo'lmagan miqdorini davlat byudjetdan, davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasidan, sug'urtasidan to'lab berardi. 2600 qanchalar? Ko'pchilik bilsa kerak, mana qolganlar bo'lsa Xalq bankidan SMS kelgan bo'lishi mumkin. Sizga falon summa tushdi, mana shu homiladorlik va tug'ish ta'tili uchun degan mazmunda. O'sha paytda ham ularda nima bor edi? Bunaqa norma bor edi, ya'ni ma'lum staj talabi 6 oy bo'lmasa berilmasdi u yerda ham. Bu yerda hozir 10 oy qildi. Men buni ularda ayba demoqchiman, lekin faqat degan to'xtamga kelishga menimcha ular shoshib qo'yishdi, chunki hech qayerda belgilanmagan. Mayli, balkim o'zini pozitsiyasidan kelib chiqib faqat degan nima so'zni qo'llashgandir. Shu yana yakuniy nima staj kamlarga, lekin men aytaman, qiyin oddiy xodim yuridik xizmat yoki advokat tomonasidan turib 404-modda bo'yicha ish beruvchidan homiladorlik va tug'ish nafaqasini olishdi. Bu men o'ylayman sud darajasida qayta ko'rib chiqilishi kerak, pozitsiyasini bildirish kerak bunda. Ikkita yo'l turibdi hozir mehnatkashlar oldida, ya'ni xodimlar oldida. Birinchisi sud tartibida bu majburiyatni ish beruvchiga yuklash. Bir nechta pretsedentdan keyin balkim Vazirlar Mahkamasining 296 qarorida ham bu o'zining aksini topadi. 10 oydan staj kam bo'lganlarga ish beruvchi beradi degan masala. Ikkinchi masala Vazirlar Mahkamasining 296 qarorini o'zgartirish. O'zgartirish imkoni bormi? Bor. Endi bu bir nechta etaplarni talab qiladi. Nimaga bu muhim deb? Gap trillionlab so'mlar haqida ketyapti. Ma'lum davr miqyosida albatta. Hozir ma'lumotlarga ko'ra ijtimoiy himoya milliy agentligini mana shu davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan to'lab beriladigan nafaqalarga, bularga nima kiradi? Iyulgacha, yanvardan iyulgacha bo'lgan periodda hozircha faqat homiladorlik va tug'ish nafaqasi, undan keyin homiladorlik va tug'ish nafaqasi va vaqtincha mehnat loyihasi nafaqasi ham davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan to'lab beriladi. Ular adashmasam 3,5 trillion summadagi miqdorda byudjeti borligini ma'lum qilishdi va shu nafaqalarga yo'naltirilishini aytishyapti. Lekin tizimda yana muammolar bor. Ular aytishyapti, hozir texnik muammolar sababli 2,5 ming oxirgi marta ko'rganimda nafaqa olishga haqli bo'lgan sug'urtalangan shaxslarga nafaqa pullari tashlab berilmagan, to'lanmagan. Xatoliklar bo'lyapti. U aytibdi, menda bu balishni ko'rmayapti, bu xodimning danis ko'rmayapti. Mana shunaqa texnik xatolar debdi. Endi bilmayman, bunga kim javob berish kerak? Albatta mas'ul tashkilot bunga javob berish kerak. Masalan uchun balishda muammo bo'lyaptimi? Sog'liqni saqlash vazirligi tegishli poliklinikaga aytish kerak, nimaga uni xato qilyapsan? Xato kirityaptimi? Demak, vazirlik o'zini nimalarda poliklinikalarda yagona bir xil tartibni o'rnatish kerak. Bu yerda sug'urtalangan shaxslar fuqarolarning manfaatiga zarar yetishi kerak emas degan pozitsiyadaman. Shu muammo sababli. Keyin mana shu staj kamlar masalasida umumiy gapirdim. Endi bu qonun loyihasi qabul qilingandan keyin, qabul qilmasdan oldin, to'g'riroq muhokama davrida
Prezident farmoni chiqdi 206-son PF 206 3-noyabr bilan unga bitta qarab qo'yasizlar. Unda nima asosiy pozitsiya deb anaqa nimalar belgilandi, yo'nalishlar. Unda aytishdi, 1-yanvardan homiladorlikka tug'ish nafaqasini to'lasin davlat ijtimoiy jamg'armasi, 1-yildan boshlab kasallik bo'yicha mehnat loyihasi nafaqasini to'lasin, 2030-yildan boshlab ishdan bo'shash nafaqasini to'lasin dedi. Endi xo'p, undan keyin aytdi, ixtiyoriy va majburiy asosda sug'urtalansin debdi. Ixtiyoriy asosda sug'urtalanganda bu mehnat haq to'lashning imkon miqdorining 5% bo'lishi kerak, minimal summa debdi. Hozir 1271 ming so'm bo'layotgan bo'lsa, o'shaning 5%. Bir kalkulyatsiya qilib ko'rasiz, mana shu summalarni, mana shu asosiy qoidalarni prezident farmoni bilan belgilab qo'ydi va ijtimoiy himoya milliy agentligini o'zini administratsiyasi huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligidan huzurlashdi. Ya'ni uzviy bir-biriga bo'ysunuvchi. Jamg'armaga 33 ta shtat berilgan. Katta emas. Shuning uchun har bitta inson markazida sug'urta, ya'ni davlat sug'urta jamg'armasini vakilini topish qiyin. Chunki ular o'z 33 shtati bor. Bo'lsa ham, misol uchun sizni viloyatingiz yoki bo'lmasa shu viloyatingizda markaziy boshqarmada bitta vakil bo'lishi mumkin. Buni chunki jismoniy imkoniyat yo'q har bitta nimada. Chunki shtatga 33 ta bo'ladi. Ya'ni men jamg'armani aytyapman-da. Bevosita pul tayinlashga vakolatli bo'lgan, shu pullarni aylantirish, nima qilish bo'yicha vakolatli bo'lgan tashkilotni. Ularning shtati kam, shuning uchun markazdagi boshqarmada lekin vakil bo'lishi belgilangan. Xo'p, keyingi masala Sog'liqni saqlash vazirligi, Kambag'allik va bandlik vazirligi, Soliq qo'mitasi, jamg'arma, ijtimoiy himoya milliy agentligi bular endi mana shu nafaqalarni tayinlashda muhim davlat tashkilotlari hisoblanadi, davlat organi. Soliq daromadlar haqidagi ma'lumotlarni berish kerak bo'ladi. Undan tashqari GPX bo'yicha hammasini daromad soliq qancha to'langan mana shundan qarab, keyin xo'p, Sog'liqni saqlash vazirligi o'z vaqtida va to'g'ri kasallik varaqalarini ochilishi uchun ta'minlab berish majburiyatini olgan. Ijtimoiy himoya milliy agentligi o'zining tizimida nimalarni olish yuqori turuvchi organ sifatida qolgan. Xo'p, Kambag'allik saqlash vazirligi uni mehnat o'zida bilsangiz direksiya ular ham juda ishlatgan. Direksiya o'z vaqtida ta'tillar joriy qilish majburiyatini olgan. Jamg'arma bo'lsa to'lov tayinlash va uni to'lash uchun bankka yuborishi qilgan. Hozir ko'pchilik aytibdi, Xalq bankidan tushyapti bizga deb. Agar Xalq bankidan tushayotgan bo'lsa, demak hamkor sifatida Xalq banki bilan shartnoma tuzilgan. Endi Xalq banki tushunishlaringiz uchun bu shunchaki sizga pulni tashab berayotgan subyekt, moliyaviy agent bo'lib turibdi. Ya'ni jamg'armada tasavvurlaringiz uchun endi biz soliq to'layapmiz, xodimlar soliq to'layapti, misol uchun o'sha soliqning ma'lum qismi jamg'armaga o'tyapti. G'aznachilik ularga beryapti. Ular keyin u pulni qayergadir tikib investitsiya qilyapti, ko'paytiryapti, berib xuddi sug'urta kompaniyalariga o'xshaydi xususiyati, lekin bu davlatga sal boshqacharoq. Biz qo'shimcha ishlaydigan xodimlar qo'shimcha pul to'lash majburiyatini olmagan, to'lamaydi ham. Bu yerda nimani e'tiborlaringizni qarashni xohlayman. Endi prezident farmoni nimasida maqsad nimalarga yozilgan-da bu o'zgartirishlarda. Fuqarolarning og'ir hayotiy vaziyatlarda daromadsiz qolishining oldini olish hamda ularning kambag'allikka tushish xavfini minimallashtirish. Aholining davlat ijtimoiy sug'urta tizimidagi ishtirokini kengaytirish va norasmiy bandlikdan oldini olish, davlat ijtimoiy sug'urta tizimini uning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va xalqaro standartga muvofiqlashtirish maqsadida bosma-bosqich takomillashtirish. Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlarni fuqarolarning ijtimoiy sug'urta bo'yicha qo'shgan hissasiga mutanosib ravishda hisoblash va to'lash mexanizmlarini joriy etish. Xo'p, umuman olganda kamchiliklar bor, o'ziga yarasha, lekin xursand qiladigan tomonlari ham bor. Ishlamaydigan xodimlar, fuqarolarga ham sug'urtalanish imkoniyati berilganiga. Lekin bu narsani hech qachon haligacha berishgani yo'q. Mana 2-oyda yarim ketyapti. Bilmayman nimaga ijtimoiy himoya milliy agentligi fuqarolarga bu imkoniyatni bermayapti. Statistika bo'yicha, ular adashmasam, yanvar o'rtasigacha berganda 9 mingdan oshiq homiladorlikka tug'ish bo'yicha kasallik varaqasi ochilgan. Ya'ni dekretga chiqqan butun respublikada-da. Endi mana shu nimaga bu muhim sizlarga narsa? Agar 1-yanvarda ochilganda, taxminan buni men fakt emas, o'rtachani olaylik, balki 5% olardi, misol uchun 500 ta odam olishi mumkin edi. Nimani hisobiga? Avval ishlagan davrdagi stajlarni inobatga olinishi hisobiga. Lekin mana shu 1,5 oydan beri ijtimoiy himoya milliy agentligi ixtiyoriy sug'urtadan ro'yxatga o'tkazishni yo'lga qo'yilgan yo'q, ixtiyoriy to'lovlarni amalga oshirishni ta'minlab berilgan yo'q.
Bu nizom bo'yicha 4 xil yo'l bilan ro'yxatdan o'tish mumkinligi belgilanganda, istalgan ijtimoiy xodim bilan mahalladagi inson markaziga borish orqali, markazdagi sug'urta vakiliga borib qolish orqali yoki bo'lmasa onlayn. Lekin bular birontasi yo'lga qo'yilgani yo'q. Sug'urta bedellarini to'lash masalasi. Sug'urta bedellarini to'lashda ular istalgan tijorat banki orqali yoki bo'lmasa baraka loyihasi orqali qilishni belgilashganda, buni ham imkoniyati yo'q. Ya'ni ixtiyoriy sug'urta masalasida men sizlarga amaliy javob bera olmayman. Chunki 1,5 oy bo'ldi, ular buni ta'minlab bera olmadi. Ko'rdingiz. Endi umumiy nima xulosaviy qismni qilyapman boshidan. Keyingi masala ishlaydiganlar uchun nima minuslar bo'ldi? Birinchi minus albatta shu 10 oygacha jami staji 10 oydan kam bo'lgan xodimlar nafaqa olishdi, ya'ni ijtimoiy sug'urtadan nafaqa ola olmaydigan bo'ldi. Buni nima pozitsiyamni boshroqda aytdim, shu 404 bilan ish beruvchidan olish kerak. Buning uchun lekin oson kechmaydi, sudlash kerak. Endi bu ham meni pozitsiyam, endi sud bilan qonun chiqarish qanaqa qiladi. Lekin qonun chiqaruvchini, ya'ni Senat qonunchilik palatasini ijtimoiy tarmoqlarda qonun loyihasi doirasida, muhokama doirasida bergan so'zlarda, yozgan maqolalarida, senatorlarda bu xodimlarning ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirgan tizim degan gaplar ketgan, lekin qo'shilmayapti bunga. Qanaqasiga kuchaytiradi? Misol uchun, avval muntazam ishlab kelgan odam 100% koeffitsient olayotgan vaqtda endi bular 75% ga tushib qolgan bo'lsa, endi jami stajingiz kamida 5 yilda 61 oyda oshish kerak, shunda 100% bo'lasiz. Men bu gaplarga qo'shilmayman. Juda yomon shartlar bilan bo'ldi. Bundan tashqari, yuqori daromadli, endi yuqori demaylik, hozir Toshkent shahrida o'rtacha oylik o'zi 10 million 700 mingdan oshyapti-da. 12 million 710 ming so'mdan yuqori daromad qismi sug'urta to'lovlarini, ya'ni dekret pulini hisoblashda inobatga olinmaydigan bo'ladi. Bu o'ylaymanki, hech qanaqa xodimlarning himoyasi uchun qilingan harakat emas. Nimaga? Sababi mana o'rtacha daromad Toshkentda 10 million 700 mingdan oshyapti. 12 million 710 ming so'mlik chegara Toshkent shahri uchun umuman diskriminatsiyaga qarshi emas, butun xodimlar uchun zararli. O'ylaymanki, to'lagan soliqqa nisbatan dekret pulini berish adolatli bo'lardi. Sababi avvallari kimdir 20 million oylik olsa 80 milliondan oshiq dekret pul olardi. Bu ikki karrasiga yutqizish bo'layotgan masala. Yana bitta masala juda ham sarsongarchilik. Qonun bo'yicha javobgarlik ijtimoiy himoya milliylik agentligiga belgilangan, lekin ijtimoiy himoya milliylik agentligini operatorlari ko'plab holatlarda sizni murojaatingizga javob bera olmaydi. Men hozir juda ham tushunmayman, nimaga kimdir aytibdi, nimaga menga dekret puli tushmadi desa, sizni balnishingiz bizga ko'rinmaydi degan gap. Nima degan gap? Misol uchun, u aytibdi, mana balnishni, mana kodda debdi. Yo, bizga ko'rinmaydi debdi. Endi nima qilay debdi? Poliklinikaga boring. Poliklinikaga boryapti. Poliklinika bizda hammasi to'g'ri debdi. Nima qilay debdi? Men sarsongarchi. Proaktiv tizim unaqa bo'lish kerak emas. Unaqa vakolatli organ sifatida so'rab olish kerak mas'ullar. Nimaga poliklinikadan yoki soliqdan Dani qayerdan kelmay qolyapti? Qayerda uzilish bo'lyapti? Buni kontrol qilish kerak, chunki bu majburiyati bo'ladi. Buni shu jihatdan sarsongarchilik bo'lyapti, lekin tan olish kerak, ayrimlarga 5 kunda ham tushgan holatlar kuzatilyapti. Ikkinchi masala dekretdan dekret qo'llanish masalasi. Yana yutqizish bo'ldi. Birinchi yutqizish foiz koeffitsentlari hisobiga. Boya aytgandek, avval Vazirlar Mahkamasi 330-qaror bo'yicha agar sizda 10 oydan kam staj bo'ladigan bo'lsa, 1 kun ishlagan bo'lsangiz ham 10 oydan kam staj bo'ladigan bo'lsa 75% koeffitsient olardingiz. Agar siz muntazam uzluksiz stajingiz 10 oydan oshadigan bo'lsa, demak siz 100% lik nafaqa olardingiz. Bu koeffitsient mana shu. 100% oladi degan, misol uchun 10 million nafaqa tayinlandi, 10 million olasiz degan. Lekin sizni oyligingizda 10 million nafaqa chiqibdi, siz 10 oydan kam ishlagansiz 75% olasiz debdi, 7,5 million olasiz degan masala shu. Mana shu narsa endi nima bo'lyapti? Dekret qo'llanib tasavvur qilingizlar. Muhim qoida, agar dekret qo'llanib ishlasa, u 3 oydan 6 oygacha bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 0.75 koeffitsient qo'llaniladi. 3 oydan kam bo'ladigan bo'lsa 0.5 koeffitsient qo'llaniladi. 6 oydan oshadigan bo'lsa bo'ldi 100% nafaqa. Bu nima degani? Tasavvur qiling, avval 1 yil 11 oy ishlagan xodim dekretga chiqqanda, jami staj 11 oy ishlagan xodim dekretga chiqqanda o'sha paytda u 10 million so'm olgan. Endi 2 yil u xodim bola parvarishda turdi, endi yana dekret bo'ldi. U ishlamasdan dekretga chiqadigan bo'lib qoldi. Mana shu holatda u dastlab uni 10 millionida birinchi koeffitsient qo'llaniladi, staj koeffitsiyenti 75%. 7,5 million kamaydi. Endi unga ikkinchi koeffitsient qo'llaniladi. Dekret qo'llanganda Vazirlar Mahkamasi 796 qaroriga takroriy nafaqa deb qidirsangiz chiqadi. Endi unga ikkinchi koeffitsient qo'llanadi 0.5.
7,5 millionni yarmini oladigan bo'lyapti. Yana bitta nimasi, bilmayman, u qonunchilik palatasi yoki bo'lmasa senatdagi vakillar nimaga asoslanib buni ijtimoiy himoyasi kuchaygan xodimlar degan vaj bilan chiqibdi. Mana shu daromad chegarasini aytdim, buni aytdim. To'g'ri, bitta plyusi bo'ldi. Endi faqat yakshanbalar uchun ham, yakshanbalar uchun va ishlamaydigan bayram kunlari uchun to'lov qilinmaydigan bo'ldi. Lekin buni plyus bilmadim, bor plyus deyish kerakmi yo'q buni. Nimaga? 2025-yilda 13-fevralda O'zbekiston Respublikasining qonun qabul qilingan, unga ko'ra har yilgi mehnat ta'tilida yakshanba uchun pul to'lanmaydigan bo'ldi. Даже kompensatsiya deydi. O'rtacha men hozir bu shunaqa katta summa hozir kalkulyatsiyada ko'rsataman sizlarga. Tasavvur qiling, ijtimoiy himoya milliy agentligining statistikasiga ko'ra 1,8-1,4 milliondan xususiy va davlat emasda ayollar ishlaydi. Bu degani 3,2 million aholi degani. Endi tasavvur qiling, erkaklar primерно shunaqa. Xo'p, mana tasavvur qiling, ko'p tasavvur qilolmayman hozir 3,2 millionni hozir 3,2 million yaqinda bir chaqa 5,5 million o'rtacha chiqadi. 5,5 million o'rtacha chiqadi. Buni bo'lamiz 25 ga 217 ming chiqibdi. 217 ming deb saqlab qo'yaylik-da. Endi bu bir kunligida. Boyagi faqat ayol xodimlarning nimasini dekret, otpusк pulidagi yakshanba uchun to'lanmaslikda oqibatini hozir ko'rsataman sizlarga. 3,2 million bo'ldi. Endi buni ko'paytiramiz 3 ga. Bu juda o'rtachasida, mana 9 million 600 ming bo'lib, ko'paytiramiz 217 mingga. Anaqa maydalarni olmayman. Hozir mana 100 ming. Endi buni ko'paytiramiz 3 ga. 6 milliard 249 million. Endi bu anaqa uzaytirilgan ta'tilda olayotgan bo'lsak, mana shu demoqchimanki, faqat anaqa yakshanbaga to'lanmasligi zo'r bo'ldi. Bundan oldin qanaqa edi? Vazirlar Mahkamasi 330-son qarori bo'yicha ish kunlariga to'lanardi. Ko'pchilik bizga har doim to'langan, 126 ga to'langan. Yo'q, demak, unaqa to'lagan bo'lsa, qancha to'lashgan. Vazirlar Mahkamasi 330-son qarorida aniq belgilangan ish kunlari uchun to'lov qilinishi. Xo'p, ballishi masalasi ham ja anaqa zo'r bo'lgani yo'q, yana ham bilmadim, lekin dastlabki 5 kun baribir ish berishni majburiyatda qolyapti. Lekin ijtimoiy himoyaning pozitsiyasi shundaki, xususiy sektorda juda ko'p xodimlarga pul to'lanmay qolyapti. Endi davlat tomonidan to'lanishi yaxshiroq bo'ladi degan masala. O'sha qolgan o'zgarishlar menimcha yo'q. Men hozir endi nizom bo'yicha qilaman, ma'ruza qilaman. Undan keyin savollarga o'taman. Xo'p, Vazirlar Mahkamasining 796-qarorini Lexusdan topishingiz mumkin. Hozir men Telegram gruppaga, Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Mana bir yo'l ochib ketishingiz mumkin. Xo'p. 4-ilovada. Xo'p. 2-bobda tayinlash shartlari belgilangan. Endi 7-bandga qaraysiz, 2-bobda. Nima uchun 10 oylik sug'urta staji kerak? Buni asos qayerda? 7-bandda bir kichik bandda yozilgan. Homiladorlik va tug'ish nafaqasini olish uchun kamida 10 oy. Vaqtincha mehnat kodeksi nafaqasini olish uchun kamida 6 oy sug'urta staji mavjud bo'lsa, to'lab beriladi Davlat ishchi sug'urta jamg'armasi tomonidan. Demak, mana shu holat. Staj masalasi muhim. Gap uzluksiz staj haqida ketmoqda, umumiy staj haqida ketyapti. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Yo'lni bo'yi bor, aql do'konlar bor, do'konlar yonida ishlar kirgizilgan yo'llar. Shu burchakda joylashgan. Bir burchagi o'sha yo'lga qaragan, bir burchagi ichkari kirgizilgan yo'lga qaragan. Yo'lni tasavvur qilib bera olganmiz sizga. Shuni просто metrodan chiqib yo'llar yuzda. Kimdan so'rab ko'ring, tushibdi. No, bir qarashlar bilinadi, siklab. Mana ibodat qilib yana bitta muhim narsaga aniq qilishimiz kerak. Ko'pchilik aytyapti, rad etyapti.
anaqa kamlik sababli degan masala. Xo'p, nizomda 14-lavha 14-bandiga qaraysizlar. Qaysi holatlarda nafaqa tayinlash avtomatik tarzda rad etish belgilangan. Bu 7-bandda belgilangan shartga muvofiq emasligi degan 7-bandni boya o'qib berdim. A, B da naqldik. B da 10 oylik sug'urta staji bo'lishi kerak. A bandida mehnat munosabatlarida bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa ixtiyoriy sug'urta bilan to'lib turgan bo'lishi kerak. Mana shu ikkita holat umumiy qonun bo'yicha. Agar mana shuda bo'lmaydigan bo'lsa, bermaydi. Keyin yana bitta narsaga chalkashtirib olishyapti-da. Men bola parvarish tilida bo'lmasam bermayman boshqa. Takroriy nafaqani isboti bo'ldi, odamlar oldi bu mana. Ko'pchilik videolar chiqqan 23-band o'qisalaringiz bu yerda vaqtincha mehnatga layoqasizlik nafaqasi haqida gap ketyapti. Homiladorlikka tug'ish nafaqasi haqida emas. Vaqtincha mehnatga layoqasizlik nafaqasi, ya'ni bu balishli masalasida. Avvalan berilmagan. Avvalan misol uchun ta'tilda bo'lganingizda balishli ta'tilda bo'lsa berilmagan. Bunaqa emas bu. Yangilik emas bu. 314 ning yozilgan. Buni hech qanaqa e'tibor beradigan joyi yo'q. Endi bevosita koeffitsiyentlar masalasiga o'tamiz. 24-bandga qarasangiz, agar sug'urta, ya'ni sug'urta hodisasi, ya'ni dekretga chiqqan bo'lsa, buni tushunishlaringiz uchun sug'urta hodisasi bu nima bo'yicha xodimlar oladigan narsalardi. Hali endi 2030-yilda ishdan bo'shash nafaqasi alohida, lekin nafaqalar bo'yicha asos bu kasallik varaqasi bo'ladi. Xodimga ochilgan kasallik varaqasi. Ya'ni homiladorlikka tug'ish uchun unga ochilgan kasallik varaqasi 126 kunlik dekret qachon ochilsa, demak, o'sha paytda sug'urta hodisasi bo'ldi. O'sha perioddan hisob-kitob qilasiz. Ya'ni tuqqan vaqt emas, kasallik varaqasi ochiladi. Balishli masalasi ham shu, misol uchun ochildi, o'sha perioddan yopilganicha hisob-kitoblar qilinadi. Endi aytibdi 10 oydan 24 oygacha bo'lsa debdi o'sha paytda 75%, 25 oydan 60 oyga bo'lishi kerak 85%, 61 oy undan ortiq bo'layotgan bo'lsa 100% koeffitsient qo'llanadi. 100% koeffitsient deganda mana shu hisob-kitobdan hech qanaqa kamaytirish bo'lmaydi degan ma'noda. Boyagi stajlar masalasi shunda muhim. Endi bu umumiy staj, endi uzluksiz staj masalasi bu yerda qo'llanilgan. To'liq umumiy staj masalasiga qaraydilar. Xo'p. Mana shu. Sana aka staj qo'yaman. Aha. Endi o'rtacha ish haqini hisoblash masalasi. Hop. Davlat hisobida munosabatlarni hisoblashadi. Hop, endi bunda asosiy masalani ishlangan, hisoblangan bunda umumiy qoidalarda o'zgarish bo'lmagan. Asosiy masala bu Xo'p, 26-bandga qaraymiz. Mana bu boyagi dekret bo'yicha balishni ochildi-yu. O'shandan oldingi 12 oyda qo'shasiz. Bunda 200 ba'zi anaqa Mehnat kodeksining 227-moddasiga ko'ra daromadda inobatga olinadigan summalarni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Anaqa hisobga olinmagan istiqbollar u yerda yozilgan. Bunda shu misol uchun fevralda chiqdingiz, fevral 12da chiqdingiz. Fevraldan qo'shmaysizda, fevraldan oldingi 12 oyda qo'shasiz. Bu 12 oy qo'shganingizdan keyin 250 bo'yicha umumiy qoidalar bo'yicha 12 ga bo'lasiz. 12 ga bo'lganingizdan keyin bu sizning o'rtacha oylik ish haqingiz kelib chiqadi. Uni keyin 25 ga bo'lasiz. O'sha Mehnat kodeksining 257-moddasi 8-qismiga qaragan bo'lsangiz, xodimni o'rtacha bir kunlik ish haqini aniqlash uchun o'rtacha oylik ish kunlari soni deb 25 olingan. Umumiy qoida shu. Deyarli ko'plab nafaqalarga Mehnat kodeksi, ya'ni o'rtacha ish haqini hisoblash bo'yicha mana shu qoida qo'llanadi. Endi 25 ga bo'lganingizdan keyin sizni yil davomida bir kunda o'rtacha oladigan ish haqingiz kelib chiqadi. Endi masala o'sha bir kunlik summani olganingizdan keyin buni 126 ga shunchalik ko'paytirib qo'ymaysiz. 17-bandga qarasangiz, bu yerda yakshanba bilan ishlamaydigan bayram kunlarini aniq qilmaydi. Misol uchun 1-fevralda ochildi, endi o'shandan keyin 126 kun tugaydi. Buning ichida o'rtacha hisobda 18 yakshanba bo'ladi. 18 yakshanbani ayab tashlaymiz, 108 kun qoladi.
Ya'ni fevral, mart, aprel, may. Mana endi 180 qoldimi? Martda ikkita bayram bor, 8-mart, 21-mart. Mayda bitta bayram bor, 9-may, 3 ta aytishimiz. Ramazon hayiti, Qurbon hayiti, ikkita aytishimiz 103. Boyaga kunlik summani 103 ga ko'paytirasiz. Nimaga kunlik qilyapmiz-da? Bu boya aytgandek, daromad yo'qotishni oldini olishda, siz o'rtacha hisoblab o'sha kunlarga pul to'lab beryapti. Bitta tomoni mana smenada ishlaydiganlar, 5 kunlik ishlaydiganlar yutyapti. Nimaga? Endi shanba uchun ham to'lab belgilanadi. Avval faqat ish kunlari uchun aytdi. Endi mana shundan keyin 103 ko'paytirdingizmi? Stajingizga qaraysizda, misol uchun 5 yildan stajingiz kam, lekin boyada 2 yildan ko'p. 85 ga bitta nima qilasiz, koeffitsient ko'rib olasiz. Misol uchun 10 million chiqqan bo'lsa, o'sha 8,5 millionni oladigan bo'lib turibsiz. Mana shu hisob-kitob mana shu. Bunga qaytish kerak yo'q. Xo'p, keyingi masala. Mana anaqa bo'yicha 26 ni 1 2 3 4 5 5-chi 26-band 5-qismga qaraysiz. Sug'urtalangan shaxsning o'rtacha oylik haqqining nafaqa tayinlanadigan sanada qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalda bo'lgan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 10 barobar miqdordan ortiq bo'lmagan qismi inobatga olinadi. Tushundingizmi? Sug'urtalangan shaxsning o'rtacha oylik haqqining nafaqa tayinlanadigan sanada qonunchilik holatlariga muvofiq amalda bo'lgan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori ning 10 barobardan ortiq bo'lmagan qismi inobatga olinadi. Ya'ni boya o'rtachani hisobladik-ku. Boya oxirgi 12 oyda qo'shdik, 12 ga bo'ldik. O'sha vaqtda mana bugungi kun bilan hisoblaganingizda sizniki 12 million 712 ming so'm chiqargan bo'lsa, 2 ming so'm inobatga olinmaydi. Hozir prezidentning farmoni bo'yicha 1 million 271 ming so'm bu mehnatga haq to'lash eng kam miqdor. Har qanday tashkilotda ishlagan, bir stavka ishlagan insonga, xodimga hech kimda haqqi yo'q 1 million 271 ming so'mdan kam berishga. Mana shu masala. Yana juda katta summa emas. Shuni 10 barobarini urib yuboraqsan debdi. 12 million 700 ming so'mdan ortig'ini hisobga olmaysan. Biz to'lab bermaymiz degan ma'noda aytyapti. Bu ya'ni mana ko'pchilik yozyapti-da, endi maksimal miqdori 12 million 700 ming so'm ekan. Yo'q, unaqa emas. Bu o'rtacha oylikka aytyapti. Sug'urtalangan shaxsning o'rtacha oylik haqini debdi. Nafaqa tayinlashdan inobatga olinadigan qismi. Ya'ni sizni bir oylik summa sifatida inobatga ayrimlar 14 million oladi, bir xil 15 million oladi, 13 million oladi, 27 million oladi, mana shunaqada. Ularni endi 27 milliondan hisoblab berilmaydigan bo'lyapti-da. Faqat 12 million 710 ming so'm inobatga olinadigan bo'lyapti. Mana shu, ya'ni bir oylik daromadga hisobga olinadigan daromadga nisbatan chegara. Umumiy miqdorda hisobga ko'rsatganmiz, maksimal holatda 54 million 200 mingdan oshiqroq summa chiqadi. Boyagi staj 5 yildan ko'p, o'sha davrda bayramlar to'g'ri kelmagan, faqat yakshanbalar bor holatda oylik 12 million 700 ming so'm chegarada olingan xodim 54 million 200 mingdan oshiqroq summa oladi. Bundan ortiq summani olishga uni imkoniyati yo'q, qonuniy cheklov bor mana. 26-bandning 5-qismida buni ko'rsatib qo'ydik. Xo'p, sug'urtalangan shaxsning o'rtacha oylik haqini aniqlash. Davlat xizmati o'rtasida bo'yicha majburiy sug'urtalangan shaxslar uchun soliq to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq soliqqa tortiladigan sug'urta badali sifatida ajratilgan mehnatga haq to'lash tarzidagi barcha daromadlarni inobatga olgan holda hisobga olinadi. Ana shuni belgilab qo'yasiz. Soliq solinadigan va sug'urta badali to'lanadigan. Bu nima degani? Mana bu ertaga bu dekretdan keyingi nimada periodda, misol uchun 9 oy 12 oy bo'lmasdan yana farz qilgansiz, bu dekret puli hisobga olinmaydi. Chunki O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 169 moddasiga nisbatan nafaqalarga nisbatan daromad solig'i to'lanmaydi. Endi banishda bundan mustasno xonadon to'g'risida nafaqasiga dekret puliga hisobga olinmaydi. Mana shu. Bu qiyin emas. O'zi sizlar oylik bo'tma, moliya bo'tma va shunaqa narsalarga qaraysiz. Solig'ingizga shunchaki qarasangiz ham отчисление ma'lum summasi soliq olingan, o'shani ko'rinib turadi. Soliq solinyapti, mana ko'rinib turibsiz, soliq solinyapti bu shu yerda. Inobatga olinadi. 12 oy qo'shasiz, o'rtacha hisoblayverasiz. Qiyin emas. O'zi eng oson yechim nima? Ijtimoiy himoyaga istalgan vaqtda telefon qilish kerak. Qonun bo'yicha yozilgan sug'urtalangan shaxslarga aniq to'g'ri ma'lumotlar berish majburiyati. Telefon qilish kerak. Og'ayni, men o'rtacha oylik qancha bo'ldi? Hisoblab beraver. Yana dekret ichsam qancha bo'ladi? Shuni hisoblab beraver. Hisoblab berish kerak, majbur yozilgan bu qonunda ham nizomda yozilgan. Ularda tizim ko'riladi, Daniel. Shuning uchun biz soliq to'laymiz o'zi. Bu eng aniq hisob-kitob to'la ko'rsatiladi. Agar sportni bo'layotgan bo'lsa, mayda-mayda hisob-kitob ko'rish kerak, misol uchun. Xo'p. Endi keyingi masala, yo'q, men majburing tugatib olaylik, ixtiyoriy kelib o'tamiz. Xo'p.
endi o'ylaymanki, to'lov tayinlash masalasi. Hisob-kitobni oldik, to'lov tayinlash masalasi. Birinchi masala, ish beruvchiga nimadir qilishingiz shart emas, qayergadir ariz yozishingiz shart emas. Poliklinikaga sizga nima qiladi? 30-haftada endi yo'riqnoma bo'yicha vazirlar ko'pchilik menga aytadi, men 30-haftadan keyin ham ishlasam, kech ochsam nimadir bo'ladimi? Menga nima qiladi? Bilmayman, nima qiladi. Misol uchun sog'lig'ingizga qarang. Lekin yo'riqnomada 30-haftada ochilish belgilangan. Demak, mana shu tibbiyot xodimlari tushunadi-ku, bu menga beriladigan savol emas. Lekin nimadir qiladimi degan joyga summa kamayadimi degan ma'noda berishga bo'lsa kerak, kamaymaydi. Yo'riqnomada aniq yozilgan, agar kech keladigan bo'lsa, farqi yo'q. Keyingi periodga 126 kunga sizga anaqa dekretga ochib beradi mehnat qilgan xavfsizlikda. Ular majbur. Anaqa yo'riqnomada yozilgan, sog'liqni saqlash vazirligi buyruq bilan tasdiqlangan yo'riqnomada yozilgan, poliklinika sizga ochib beradi. Bu nima degani? Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi Vazirlar Mahkamasi 790 qaror bo'yicha kasallik varaqasiga asosan to'lovlar amalga oshiriladi. Ya'ni sizga 30-haftada ochilmadi kasallik varaqasi. Undan keyin ochildi. Lekin men uni sizga aytib men tavsiya berganim, uni qilishlaringiz. Keyin ochildi. Poliklinika sizga sen ishlatib qo'yding, menimcha 5 haftani ayblashmayman deyolmaydi. 126 kun ochib beradi. Ijtimoiy himoya milliligim, sen 30 haftadan keyin ochibsan degan. Unaqa rad qilish yo'q nizomda. Unaqa gap yo'q. Bo'ldi, 126 kun ochildimi, o'sha periodga bo'ldi, tamom, to'liq qilinadi. Mana bunga yakuniy nima berdim? Poliklinikaga borasiz. Xo'p. Ular sizga kasallik varaqasi ochiladi 126 kunga. Kod masalasida yana aytaman, umumiy xulosaga kelganmiz debdi. Sog'liqni saqlash vazirligi endi xato qilmaydi debdi. Ular sizga kasallik varaqasini ochib beradi 126 kunga. Bir kunda ular tizimda ko'rsatadi. Endi bu yerda ishtirokchi bo'ladigan nimalar kim? Subyektlar. Kasallik varaqasi ochildimi? Men sizga tavsiyam ishxonada kadrga yoki bo'lmasa ish beruvchiga bevosita aloqaga chiqish kerak. Alo, men mehnatga qarang, menda kasallik varaqasi ochildi, dekret uchun 126 kun. Buyruq chiqaring, ta'tilga meni chiqaring dedi. Men mehnatdan ular sizni ta'tilga chiqarib qo'yish kerak. Qanaqa bo'ladi? Agar kadrlar kuzatib turgan bo'lsa, menimcha biladi, bu qiyin emas. Mana shu xodim telefon qildi, falonchini men mehnatdagi kabinetiga bitta bosasiz, pastda ro'yxatlar chiqadi, u yerda kasallik varaqasi degan joyga bitta bosasiz. Ochilgan bo'lsa ko'rinadi, kodi, sanasi, plus bosasiz bo'ldi, tamom, ta'tilga chiqarasiz buyruq bilan. O'sha. Keyingi masala endi bu danni ijtimoiy himoya milliy agentligiga boradi, ya'ni davlat ijtimoiy jamg'armasiga. Endi ijtimoiy himoya milliy agentligi yana qanday ma'lumotga keladi? Soliqdan, daromaddan haqidagi ma'lumot. Xo'p. Mehnat, ya'ni bandlik vazirligida, bandlik haqidagi ma'lumot, bevosita ish berish uchun ta'tilga chiqarlik haqidagi ma'lumot. Bu dannilar olinadi, stajlar haqida olinadi. Keyin ijtimoiy himoya milliy agentligi qachon kasallik varaqasi ochilganiga qarab to'lovni tayinlash va yuborish bo'yicha chegaralar belgilanganda. Xo'p, mana 34-marta yozilgan. Har oyda 1-sanasidan 15-sanasigacha bo'lganda keyingi mana shu oyda 20-sanasigacha tayinlashi kerak va buni bankka to'lash to'g'risida yuborish kerak. Oyda 16-sanasidan oxirigacha bo'lgan holatda keyingi oyda 5-sanasigacha tayinlash kerak va bankka yuborish kerak. Ya'ni qanaqa bo'ladi? 1-fevraldan 15-fevralgacha bo'lgan holatda hammasini endi ya'ni men ertaga sizga olib borish kerak deyapman, lekin majburiyat qachon tugaydi? 1-fevraldan 15-fevral 20-sanasigacha, 20-fevralgacha ular to'lov tayinlash kerak-da, summani Xalq bankiga berish kerak. Falonchiga o'tkazsam mana 10 million so'm deb turib. Xalq banki 5 ish kunida sizga tashlab berish kerak. Agar dam olishga to'g'ri keladigan bo'lsa, keyingi kunni o'tkazadi. Faqat Xalq bankida ish kuni bo'yicha chegara bor. Uzran Xalq banki deb aniq qo'yibman. Balki ertaga moliyaviy agent o'zgarish mumkin. Ya'ni bankda mana shunaqa 5 ish kunida sizga tashlab beradi. Shuning uchun 1-fevraldan 15-fevralgacha kasallik varaqasi ochildi. Ijtimoiy himoya agentligiga hech qanday cheklov yo'q. Xohlasa 2-fevral kuni sizga tayinlab bankka chiqarib olish mumkin. Lekin majburiyati bor. 1-fevraldan 15-fevralga ochilgan barcha nima bo'yicha tayinlangandan keyin 20-fevralgacha bankka yuborish kerak. Ya'ni bankka pul berish kerak. 10 million so'm berib buni mana shu falonchiga tashlab yuborishni o'tkazasiz. Xonlarga to'qish nafaqasi uchun deb turibman. Endi 20-sanasigacha kelishib aytgandek o'tkazadi. Bank 5 ish kunida buni sizga tashlab berish kerak. To'lov pul o'tkazilgandan keyin. Mana shu holatlarda kechikish bo'lmasligi. Shuning uchun aytyapman, 25-27 kun bo'lishi mumkin. Endi ayrim holatlarga, ayrim oylarda 30 kun ham bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni qonuniy chegarasi. Keyingi masala
farzand o'lik tug'ilishi yoki bo'lmasa egiz tug'ilish masalasi nima qiladi? To'lov qaytarib olmaydi bunaqa holatlarda. Lekin kasallik varaqasining ochilish holatlari bor. Yo'riqnoma bo'yicha agarda nima qiladigan bo'lsa, qaysi periodda qanaqa holatda tug'ilganiga qarab yoki 70 kun yoki 120 kun ochiladigan holatlar bo'ladi o'sha masala. Lekin to'lovda qaytarib olinmaydi, faqatgina noqonuniy harakatlar bo'lganda qaytarib olinadi. Keyingi masala ijtimoiy himoya agentligi aytgancha monitoring qilib boradi. Sog'liqni saqlash vazirligining ham qanaqadir noqonuniy harakatlar bo'lmayaptimi degan masalalarda o'sha men o'ylayman boshqacha nimalar qolmadi. Xo'p. Endi mana yana bitta nima qilaylik? Mana majburiy sug'urta bo'yicha o'ylaymanki, deyarli hammasini anaqa qildik. Mana qolib ketdi-da. Hisobga olinmaydi. Anaqa oyligi mehnat haq to'lashi bir barobarga yetmasa, misol uchun bir oyda oladigan oyligingiz 1,271 ming so'mga yetmaydigan bo'lsa, 2 oyingiz bitta bir oy sug'urta staji sifatida hisobga olinadi. Mana shu tomoni ham bor. Xodimlarga minus tomonlardan bittasi. Oyligi kamlarga ham og'irlik bor. Mana shu holat. Oyligi miqdori 1,271 ming so'mdan kam. Demak, bunaqa holatda 2 oyingiz bir oy sug'urta staji sifatida hisobga olinadi. Mana shu jihatni bo'yi aniqlab Hop. Yana sug'urta stajiga hozir alam ixtiyoriy o'tganmi? Majburiy haqida gapiryapman. 30-bandga ham alohida nima izoh berib o'tish kerak. 30-bandda 29-bandni ilova qilaylik. 29-banddagi nimaga so'zlar har xil. Bu soliq siyosatidagi o'zgarishlar xolos. Xo'p, 19-yil davomida yagona ijtimoiy to'lov, 20-yildan 25-yil 31-dekabrgacha ijtimoiy soliq to'langan taqdirda, 26-bandda jamg'arma sug'urta beriladi to'langan taqdirda bu stajlar hisoblanadi. Boya aytganimdek, jamg'armaga to'langan sug'urta beriladi, shunchaki siz daromad solig'ingizda ma'lum qismi anaqaga jamg'armaga o'tkazilyapti. Qanaqadir qo'shimcha to'lov yo'q. Ijtimoiy soliqni doim to'lab olgan bo'lishi kerak. Menimcha buni soliq qo'yib qo'ymaydi xodimlarga, siz oylik chiqargan bo'lsa, shu bu stajlar hisoblanadi. Nimaga har xilligi o'sha soliq siyosatidagi o'zgarishlar bo'lganligi. Ikkinchi masala, o'sha 26-yanvardan oldingi qo'shiladigan hisoblanadi. Ish haqi saqlanadigan holdagi ta'tildagi oy. Boya kimdir yozibdi, ta'limdagi ta'til oyga qo'shiladi. Men bunaqada ishlab o'qiyman degan qo'shiladi. Mana yozib-ku. Ish haqi saqlanadigan ta'tillarda qo'shiladi bu period. Ish haqi qisman saqlanadigan ta'tildagi qo'shiladi. Ijodiy ta'tildagi qo'shiladi. Harbiy o'quv yoki tekshiruv yig'inidagi tashriq qo'shiladi. Ishlab chiqarish najariyalar holda o'quv yurtlarida tahsil olish munosabatida berilgan hududlardagi. Mana bu ham yozilgan. Hammasi qo'shiladi. Bular ya'ni sug'urta staji sifatida inobatga olinadi. Otpusga chiqsangiz, qanaqadir sug'urta stajingizda kamoyish yoki ko'payish bo'lib qolmaydi. Shu oddiy holatdagi qo'shiladi. Xo'p. Endi bizda anaqamiz topishimiz kerak. Tele sug'urta staji sifatida hisobga olinadi. Hisobga olinmaydigan joylarni topishimiz kerak. Mana qanday aytib ketishim kerakda. Mana shu 29 bo'yicha ko'pchilik aytibdi-da, boya ham aytdim boshida ham, dekretdan qilingan nimaga yana kamayib ketyapti. Mana meni mehnatda stajim 5 yil, nima unaqa bo'lyapti. Bola parvarishidagi vaqtingiz qo'shilmaydi-da. Bola parvarishidagi vaqtingiz qo'shilmaydi. Staj, sug'urta stajiga. Mana o staj, sug'urta staji, ish staji, pensiya staji, mana shunaqa ko'payib ketdi-da. Umumiy emas, bir xil narsa emas. Sug'urta staji tushunishlaringiz uchun o'sha paytda
yoki oylik olgan bo'lishingiz kerak, yoki bo'lmasa soliq to'lagan bo'lishingiz kerak bo'lib qoladida. Endi uzr, ikkalasi bir xil. Men nafaqa to'lagan 126 million navot to'laydi, lekin bola parvarish ta'tilidan hisobga olmaydi bu. Pensiyaga olinadimi? 6 yil inobatga olinadi. Uni muammosi yo'q. Lekin bu yog'i bor mana shu. Shuning uchun kamayib ketadi. Kimdir aytibdi, men stajim 3 yil qancha bo'ladi? Aniq ayta olmayman-da siz. Mana shu normalarga tushmasligiga qarab javob aytish mumkin. Hop. Yana nima qolib ketyapti? O'ylaymanki, majburiy sug'urtalanganlar bo'yicha nima qildi? Xo'p, yana bitta kartinani nima qilaman? Teklifga chiqyapsizmi? 10 oydan stajingiz 10 oy yoki undan oshadigan bo'lsa, jamg'arma to'lab beradi. Nima qilishingiz kerak bo'ladi? Poliklinikadan balishni ochtirasiz. Balishni ochtirgandan keyin ishxonaga aytasiz. Nima sizni homiladorlik va tug'ish ta'tiliga chiqarib qo'yishni 126 kunga. Keyin ijtimoiy himoya milliy agentligiga boradi. Balishni sizga mayg'urda ko'ringandan keyin yo'q boradi. Ishxonangiz sizga ta'til chiqarish kerak. Undan keyin ijtimoiy himoya milliy agentligiga davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasiga telefon qilasiz. Nima bo'ladi? To'liq qaysi jarayonda? Nimada muammo? Agar muammo bo'layotgan bo'lsa, xatolik kuzatilayotgan bo'lsa, demak, murojaat qilish kerak. Muammoni to'g'rilash bo'yicha tegishli davlat tashkilotiga, Sog'liqni saqlash vazirligiga muammo chiqayotgan poliklinikada bo'lib, Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilish kerak. Ijtimoiy himoyaga, administratsiyaga chiqish kerak. Qaysi etapda qonun buzilishi bo'layotganmi, bo'ldi, norozi bo'lsangiz murojaat qilishingiz kerak. Mana shu holat. Xo'p, majburiy sug'urtalangan shaxslar, bizni korxonamiz sug'urtalanmagan ekan. Unaqa og'aylar, bu boshqa narsa. Ish beruvchini fuqaroga ko'ra majburiy sug'urtalash qilsa, umuman boshqa narsa. Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha sug'urtalash umuman boshqa narsa. Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha sug'urtalash bo'yicha Davlat ijtimoiy sug'urtasi qonunida 5-moddasida aniq yozilgan majburiy sug'urtalangan shaxslarga bular mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan xodimlar va fuqaro huquq-huquqiy shartnoma asosida ish bajaruvchilar. Ya'ni KPX deymiz o'shalar. Ular qanaqadir qo'shimcha to'lovlar qilish kerak emas, ular to'lagan soliqning ma'lum qismi jamg'armada ularga jamg'armaga o'tkaziladigan bo'lib, sug'urta badal sifatida bo'lib tamom. Ular qanaqadir qo'shimcha hisob-kitoblar yoki bo'lmasa pullar to'lash kerak emas, qanaqadir harakatlar qilish kerak emas. Ariza masalasi, kimgadir qayergadir ariza ko'tarib olib borishingiz kerak emas. Poliklinikada ochadi o'taman o'sha tanga. Xo'p, keyingi masalaga o'taman. Endi bevosita ixtiyoriy sug'urtaga naqd qilamiz endi. Hali nima qilmagan, endi ruxsat bermagan, imkoniyat yaratilmagan, lekin umumiy qoidalar aytaman. E'tiborga olishlaringizni xohlardim. Normaga 7-bandga qarangizlar mana. Qonunga muvofiq sug'urta badali eri xotini tomonidan to'lanadigan ishlamaydigan fuqarolar va yuridik shaxslarning muassasalari ishtirokchilari sifatida daromadlar olgan fuqarolar uchun davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlar 2026-yil 1-yanvardan boshlab hisoblanadigan ushbu bandning bir kichik bandida ko'rsatilgan sug'urta staj sifatida tayinlanadi. Bunda ushbu fuqarolar xotin yoki yuridik shaxs muassasalari bo'lmagan davrda sug'urta badallari to'langan. Ushbu davrlar sug'urta sifatida inobatga olinmaydi. Mana sanaga e'tiboringizda to'lovlar 2026-yil 1-yanvardan boshlab hisoblanadigan ushbu bandning 7-kichik bandda ko'rsatilgan sug'urta staj sifati asosida tayinlanadi. Qarang. Bu bandda nima deydigan? Homiladorlik va tug'ish nafaqasi uchun 10 oy, mehnat nafaqasini olish uchun, vaqtincha mehnat nafaqasini olish uchun 6 oy. O'sha 10 oylik staj debdi 2026-yil 1-yanvardan hisobga olinadi debdi. Demak, ixtiyoriy sug'urtani eringiz yoki xotiningiz nomidan to'laydigan bo'lsangiz, sizni stajingiz, ya'ni avvalgi stajlaringizni hisobga olinmasligini ko'rsatib qo'yibdi-da bu. O'z-o'zini rad etadigan norma deb hisoblayman. Nimaga? Mana bu yerga qaraymiz. Lekin istisnoda bu risk bor mana shu yerda. 29-bandda quyidagilar sug'urtalangan shaxslarga davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlarni tayinlash sug'urta staji sifatida hisoblanadi. Yangi kirganlarga aytib qo'yapman, bu yerda ixtiyoriy sug'urtalangan haqiqatga kelib ketdi, xodimlar emas, ishlamaydigan fuqarolar uchun. Endi qarang, 29-paytda sug'urtalanganlar debdi-da. Ikkita holat tushuniladi. Alohidalik, umumiylik. Sug'urtalangan shaxslar bunga ixtiyoriy va majburiy sug'urtalanganlar kiradi. Ixtiyoriy va majburiy deganda bu alohida kategoriyalarda bo'yicha toifalaydi. 29 sug'urtalangan shaxslar staj sifatida hisobga olinishi aytibdi. Lekin boyaga 7-bandning oxirgi qismida bo'lsa, ular aytibdi 2026-yil 1-yanvardan hisobga olinadi. Xotini eriga, eri xotiniga yoki bo'lmasa muassasa sifatida olgan daromadlarini hisobiga sug'urta badallari to'laganlarga sug'urta stajlari degan masala o'shanga. Ixtiyoriy sug'urta bo'yicha endi nimani aytamiz? Ular daromadlar qanaqa hisoblanadi? O'sha, masalan, 5% to'layapsizmi? Demak, siz oyligingiz 1271 ming so'm. Agar siz undan ko'proq to'lasangiz, qancha to'lasangiz sizniki 12710 ming so'm bo'ladi, o'sha 650 ming so'm.
650 ming so'm to'lasangiz, yo'q, ha. 645 ming qancha ham bo'ladi. O'shancha summa to'laydigan bo'lsangiz, siz oyligingiz 12 ming so'm olayotgan odamning oyligiga tenglashtiriladi. Shunda avvalgi 5 yillik stajingiz bo'lsa, ishlamaydigan odam ham mana shu 10 oy davomida to'lab, avvalgi stajlari 5 yillik hisobga, lekin hozir ishlamaydi, 10 oy davomida 650 ming so'm to'laydigan bo'lsa, lekin e'tibor bering sizlar, 10 oydan keyingi hisob olganda avvalgi oyligingiz nobud qilinadi, sal kamayishi mumkin. 12 oy davomida masalan uchun 620 ming so'm to'laysiz maksimalda, prezident o'zgartirmadi, 1.2 ming so'm o'sha davr mobaynida siz 12 oydan keyingi oyda dekretga chiqdingiz, hisob-kitob oxirgi 12 oy badalingizdan nobud qilinadi, 100% koeffitsient avvalgi yeni stajingiz nobud qilinadi. O'shanda 200 mingdan oshiq so'm olishingiz mumkin. Lekin o'ylaymanki, 2026-yilda kamida bir marta mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori o'zgaradi. Rivojlanish bo'lyapti O'zbekistonda, daromad oshyapti. Statistikaga qaragan bo'lsangiz, hozir xodimlar o'rtacha oylik haqi sezilarli darajada o'zgargan. Umumiy taqsimotda adashmasam 6 millionga yaqinlashib, balki undan ham oshib ketdi. Respublika bo'yicha o'rtacha oylik ish haqi misol uchun o'shanda summadan oshib ketdi. Toshkent misolida, Toshkentda 11 millionga yaqinlab qoldi. Shuning uchun o'ylayman, prezident bu yil o'zgartiradi, yana mehnatga haq to'lash miqdori. O'zgartirsa nima bo'ladi? Yana shu. Bitta plyusi oylik daromadi yuqori bo'lgan xodimlarga bo'ladi. Keyingi masala daromadlar masalasi. 2 ta, 3 ta joyda ishlayman, o'rnash asosida ishlayman. Ahamiyati yo'q. Jami daromad qo'shib olinadi. Mana shu. 5 ta joyda ishlasangiz ham hamma oyliklaringizni qo'shadi, to'lagan solig'ingizga qarab. Bitta summada bittada tashib beradi. Avval hamma o'rindoshga borasiz, bunga borasiz, bunga borasiz. Hozir unaqa emas bitta. Lekin 5 ta joyda ishlaydigan odamda oyligi katta bo'ladi, yutqizadi deb bir. O'sha tomon. Lekin boyagi 54 million chegara, endi stajga qaraysizlar, murakkabroq. Xo'p, endi ixtiyoriy sug'urta bo'yicha ro'yxatdan o'tish imkoniyati ijtimoiy himoya milliy agentligi yaratib bermoqda. Men emas, men bor yo'qligini, nimaga mavjud emasligi haqida menda ma'lumot yo'q. Nimaga haligacha qilib bermayapti? O'ylaymanki, ijtimoiy himoya milliy agentligi chiqish kerak, aytish kerak, nima uchun hali ham qilib bermagani haqida ma'lumotda. Xo'p, keyingi masala, o'zi qanaqa bo'ladi? Boya 4 usulda inson markaziga borishingiz, inson markazining boshqarmasiga, ya'ni viloyatdagi markazga borishingiz, ijtimoiy xizmatim orqali yoki bo'lmasa onlayn ijtimoiy axborot tizimi orqali yoki bo'lmasa Mago orqali ixtiyoriy sug'urtadan ro'yxatdan o'tishingiz mumkinligi nizom belgilangan. Undan keyin qiladigan ishingiz har oyda sug'urta badalarini to'lab borishingiz. Ko'pchilik aytayapti, men ishlayman, oyligim kam, lekin sug'urta badalini to'lab ham oyligimni oshirsam bo'ladimi? Yo'q, buni imkoniyati yo'q. Usullik belgilangan rasmiy daromasiga majburiy sug'urtalangan statusingizda bo'ldi, o'shandan hisob qilinadi, to'laganingiz foydasi yo'q. Ikkinchi masala, sug'urta badalining minimal talabi bor. 1271 ming so'mda 5%. Hozirgi kun uchun bu mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 5% miqdori. 5%dan kamda to'ladingizmi, 1 oy davomida u hisobga olinmaydi. Lekin siz shu bilan birgalikda buni 50% dan ko'p to'ladingizmi, boyagidek 650 mingdan ko'proq summa to'ladingizmi, ko'proq hisobga olinmaydi. 5%, 50%. Mana shu chegaradagi summa nobud qilinadi. Mana shu oraliqdagi summa. Bu oraliqdagi summa tayinlashda sizga e'tibor beriladi. Xo'p, keyin masala 10 oyda birdaniga to'lasam bo'ladimi debdi ixtiyorda. Hali to'lash imkoniyati yo'q, ertaga kelsa, yo'q bo'lmaydi. Chunki qoida bor. 1 oy davomida to'langan sug'urta badallari 1 oy sug'urta staj sifatida nobud qilinadi. Siz to'lab qo'ya olmaysiz oldindan, masalan uchun 1 oyda 10 oylik to'lab olib, masalan uchun shu 6,5 millionmi, 7,5 million deylik. Siz 7,5 million to'lab olib, avvalgi 5 yil staj hisobiga davlatdan 54 million ola olmaysiz-da. Endi uni imkoniyati yo'q. Zo'r reja, u imkoniyati yo'q ekan. Endi savollarga javob berishga qilaman. Telegram botdagi savollarga javob berishga qilaman birinchi o'rinda. Hisob-kitob bo'yicha berilgan savollarning hammasiga shaxsiydan javob yozaman. Kalkulyatsiyaga ko'p vaqt ketib qoladi. Xudoyim. Men shu yerda bitta o'chiray qayta yoqaman, chunki ana hamda savol javob